Manchester City O'zbekistonga shama qildi. O'zbekiston tayyormisiz? Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Angliyaning Manchester City klubi o'zining rasmiy Instagram sahifasida post qo'yib, O'zbekiston bilan hamkorlik borasida yaqin kunlarda yangi yangilik e'lon qilinishini ma'lum qildi. Bugungi dasturimiz homiysi sizlarga katta bonuslarni taklif qilmoqda. Yangi yilga katta bonuslar bilan kirib boring. Video ostidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'z bonusingizni qo'lga kiriting. O'zbekiston tayyormisiz? Ishonchli yangi hamkor yo'lga chiqmoqda deb yozilgan Instagramdagi postda. Ma'lumotlarga qaraganda ushbu yangilik to'liq 19-dekabr kuni xabar qilinadi. Shu bilan birga shaharliklar yurtimizda qaysidir klubni sotib olishi mumkinligi haqida mish-mishlar paydo bo'lgan. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Manchester City O'zbekistonga qanday yangilik tayyorlamoqda? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa bir dona like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.